Abdala. Bugundan boshlab ishga borish yo'q. Oyligingizni bermaganingizga ishdan bo'shattiraman hali. Oyijon ishga ketishimga qo'ymayapti-la. Gaplashayim, bormasam bo'lmaydi. Bugun qolib tur, o'zim gaplashaman. Oyi, nima bo'ldi? Nega ishga jo'natmadingiz? Pulini ko'rsatmay yursa nima keragi bor ishlashini? Uy ishlari qolib ketyapti. Men ham charchab qolyapman. Iltimos, ishdan bo'shadiming. Nima qilay? Qani o'zing aytchi. Onamning gaplarini o'zing eshitding. Uydagi janjallardan qochib, zo'rg'a ishga tushgandim. Uyda qolishdan ko'ra oyligimni bera qolaman. Shunaqangi charchadim.